Kobaltimizning sistemalarini yuvib, antifriz solib beramiz. Polni noldan boya qorayotgan bacholari mana shu. Обязательно nima qilib havosini chiqarish kerak. Kobaltni havosini chiqarmasa bo'lmaydi, qaynab ketadi. Потому что bularda datchigi yo'q. Do после qilib qo'yamiz bu narsani. Hozir biroz jarayon, tozalash jarayoni olingan. Bu после qilib qo'yamiz kanalimizda. Poseli kuzatib borasizlar. Yo'qlayotgan antifriz ham mana shunaqa yaxshi antifriz qo'yildi. Bu ham zo'r chiqyapti. Sifati ham, o'zi ham zanglab ketmasin anaqaslariga. Mayli, uni buni qo'ying. Aka, effekti bormi? Effektini mana Qanaqa qorayib yotadi, o'z tepasida ko'ryapsiz, bilyapsiz. O'sha ko'ringan videodagi effektlari bormi? bor. Hozir mana ancha qorayib yotdi, bachok. Mana hozir top-toza bo'ldi, sistemalarni ko'rsatib berdi. Mana shu yengilday bo'lgan bachoklar ham, ichari ham top-toza. Tashlar xizmatda bo'lsa, kelsanglar qo'ldan kelgancha qarab chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimizdan kuzatishni davom etinglar. Aka, salomat bo'ling.